Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda kelgusi 10 kun davomida 18-avgustdan 28-avgustgacha qanday ob-havo bo'ladi? Kanalimizga obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qani biz boshladik. O'zbekistonda kelgusi 10 kunlik 18-avgustdan 28-avgustgacha kengaytirilgan ob-havo ma'lumoti. Shamol tezligi, havo namligi va ultrabinafsha nurlanish indekslari bilan quyidagicha bo'ladi. 10 kunlik ob-havo prognozi. 18-avgust kunduzi havo harorati +37 daraja, kechqurun esa +21 daraja bo'ladi. Havo holati ochiq va issiq. Namlik 23% ni tashkil qiladi. Shamol tezligi 11 km/soatgacha yetishi mumkin. Ultrabinafsha indeksi esa 8 daraja, juda yuqori. 19-avgust havo harorati kunduzi +38 daraja, kechqurun esa +22 daraja bo'ladi. Havo holati quyoshli va issiq. Shamol tezligi 11 km/soat. 20-avgust havo harorati kunduzi +39 daraja, kechqurun esa +21 daraja. Havo holati eng issiq kun bo'ladi. Namlik 19% ni tashkil qiladi. Shamol tezligi esa 13 km/soatni. Ba'zi joylarda shamol tezligi 14 km/soatgacha yetishi va chang to'zonlar kuzatilishi ehtimoli bor. 21-avgust havo harorati kunduzi +37 daraja, kechqurun esa +20 daraja bo'ladi. Havo holati charaqlagan quyosh. Namlik 21%. Shamol tezligi esa 18 km/soatni tashkil qiladi. Chang to'zonlar kuzatiladi. 22-avgust havo harorati kunduzi +32 daraja, kechqurun esa +19 daraja. Harorat ancha pasayadi. Namlik 28% ga ko'tariladi. Shamol tezligi 14 km/soatni tashkil qiladi. 23-avgust havo harorati kunduzi +34 daraja, kechqurun esa +18 daraja bo'ladi. Havo holati yoqimli va musaffo osmon. Namlik esa 26% ni tashkil qilmoqda. Shamol tezligi 11 km/soatni. 24-avgust havo harorati kunduzi +36 daraja, kechqurun esa +19 daraja. Havo holati quyoshli. Namlik 23%. Shamol tezligi 11 km/soat. 25-avgust havo harorati kunduzi +37 daraja, kechqurun esa +20 daraja bo'ladi. Havo holati issiq qayta boshlaydi. Namlik esa 23% ni tashkil qiladi. Shamol tezligi 6 km/soatga tushadi. 26-avgust havo harorati kunduzi +37 daraja, kechqurun esa +20 daraja. Havo holati barqaror issiq. Namlik 22%. Shamol tezligi 10 km/soatgacha yetadi. 27-avgust havo harorati kunduzi +37 daraja, kechqurun esa +21 daraja. Havo holati ochiq havo. Namlik 21%. Shamol tezligi ba'zi joylarda 16 km/soatga yetadi. Chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. 28-avgust havo harorati kunduzi +38 daraja, kechqurun esa +21 daraja. Havo holati issiq va quyoshli. Namlik 21%. Shamol tezligi 14 km/soatni tashkil qiladi. Yog'ingarchilik ehtimoli keyingi 10 kun davomida deyarli 0% ni tashkil qiladi. Yomg'ir umuman kutilmayapti. Ultrabinafsha nurlanishi kunduzgi soat 11:00 dan 16:00 gacha ultrabinafsha nurlari juda yuqori 7-8 darajada bo'ladi. Ko'chaga chiqqanda quyoshdan himoyalanuvchi krem va ko'zoynaklardan foydalanish tavsiya etiladi. Havo harorati eng issiq kun 20-avgust +39 daraja bo'lishi prognoz qilinmoqda. Eng salqin kun esa 22-avgustda +32 daraja kuzatiladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Shunda birinchi bo'lib xabarlarimizdan xabardor bo'lasiz.